Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, obunachilar. Mana navbatdagi ishimizni Andijonning Jahon mebel bozoridan olib boryapmiz. Uzunligi 2 metr, balandligi ham 2 metr. Buning narxi 2.200 ming so'm. 2 million so'm, 2 million so'm. 2 million so'm, 2 million so'm. 2 million so'mliklarimiz 1.70, 2 million 200 ming so'mliklarimiz qaytarib o'taman. 2 million 200 ming so'mliklarimiz 2 metr. Xohlasiz bu rangdan, xohlasiz bu rangdan, xohlasiz bu rangdan. Yo, meni uyim 2.40 ga moslangan deydiganlar bo'lsa, mana 2.40 akril variantda 4 million so'm. Dastlabki qanaqa bo'ladi? O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastlabki bor. Bunaqa katta ishlarga kelishib turib dastlabkasini qilib beramiz. Kelishilgan holatda 4 million so'm bu ishimiz. 4 million so'm. Mo ishimiz esa 2.40 holatda 3 million 500 ming so'm laminat holati. 1.70 kafeli holatda 2 million 200 ming so'm va 2 million 200 ming so'm. Kimga qanaqa holatda dizayn kerak bo'lsa, yo meni uyim 1.5 metr deydiganlar bo'lsa, 1.5 metrga bizam bor. 1.5 metrimiz esa 1 million 800 ming so'm. Mana Mashqota ponni 2 million so'mdan 2 metr. Adashib ketdim, 1.70 deganim. 2 million so'm, 2 million so'm, 2 million so'm. 2 metr holatlari esa 2 million 400 ming so'm, 2 million so'm, 2 million 200 ming so'm, 2 million 400 ming so'm. 2 million 400 ming so'mliklarim akril, 2 million 200 ming so'mlarim esa laminat. 2 kilo so'raganlarga esa 2 million 800 ming so'm. Kimga qanaqa dizaynda ish xohlaydiganlar bo'lsa, murojaat qilsa, olib borib o'rnatib berishlari bilan kelishilgan holatda dastlabki ustunliklarimiz bor.